Mijikbek mahsulotini iste'mol qilib, bu mahsulotni Buxoroda an'anaviy hayotga o'qituvchi mehmonimiz. bo'lganman, lekin nafaqaga chiqish arafamda shu 3 marta koronavirus bo'ldimda, menda jigarimda gepatit C borligi va 3-pozitsiya bo'lganim, bochkam pilinefrit bo'lib, bittasi qurishni boshlagani, gemodializga yo'llagan shifokorlar 2,5 yil ikkita oyog'imda korset va tayoqda Buyrak muammosi, gemodializ. to'ylab varshi yura olmaganman. To'shakda qolgan insonman. Mana Shu kasalliklarimdan to'liq qutuldim. Menda 2009-yilda insult o'tkazganman. Shundan keyin Gepatit C, gipertoniya kasalligi insult, ustimda libos bo'lib qolgan. hipertoniya. Men shu libosimdan hech ham voz kechmasam kerak deb o'ylaganman-da. Lekin men Beliverdan shunaqangi minnatdorman. Men bu Beliverda avvalambor Mijikbek mahsulotini ichdim, undan keyin Rudlife mahsulotini ichdim, undan keyin Detox mahsulotini ichdim. Men demoqchimanki, meni hayotga umuman o'ylamagan turishdan darajada Super rezultat. degandim kiyishimda 2,5 yil Sahnada sog'lom holatda. Mashallah. bugun sahnada sizlarni oldlaringizga turishimda va o'zimni yana o'sha cho'riya-parvat hayotimdagi his qilishimda ana shu Beliver sababchi. Men nevaracham, buni ham aytishim kerak. Kichkinagina qizaloq 1,7 oyligida onkologiski bo'lib qoldi. 9 oy biz onkologiskida ham Saharna больницada o'zim oyog'imda ikkita korset, protez, nima deydi? Shunaqa tayoqda qo'yib tayoqda nevarani ham olib boramiz. Biz umuman o'zgarish sezmaganmiz. Qayernaqa ukol dori degan bo'lsa, hammasini qilganmiz. 3 marta energetikdan o'tkazish uchun bolani 3 marta narkoz olganmiz. Lekin men xo'jayinim bilan ahdlashdikki, bu dunyoda tan olamiz. Shu mahsulotni ichirganimizni. Bu dunyoda nima bo'lishidan qat'iy nazar hech qachon shuni ichirganimizni tan olmaymiz deganman. Faqat Alloh guvoh deganman. Lekin buni ichirib 20 kunda nevaramda o'zgarish paydo bo'lgan shifokor xo'jayinimga shunday qaraganda, Ahtamaka, bu mo'jiza-ku. Noto'g'ri uzay qilibsizlar deb boshqatdan uzay qildirgan onkologiskida ham xuddi shunday bo'lgan. Shunday qilib 2,7 oylik bolada 4 tagina tishi bor edi, bittasi u yoqda, bittasi bu yoqda. Ko'z ikkalasi ikki tomonga ketgan edi. Sekin 3 oy deganda ikkala ko'zi joyiga keldi. 8 ta tish birdaniga chiqishni boshladi. Yana gapirganim uchun sizlarga ana shu yerdan turib barcha ustozlarimga